Avvalambor assalomu alaykum. Bugun Atalanta jamoasi chiroyli o'yin o'tkazdi va kuchli raqib bo'lgan Qadrqot jamoasiga qarshi o'yinda g'alabaga erishdi. Turnir haqida fikringiz qanaqa? Yangi formatda o'tkazilyapti 8-8. Qiziqarli turnir o'tdi. Boshida sal tushunmadik. Keyin boshlanishi juda ham qiziq bo'ldi. Ayniqsa boshdagi 8 minuti zo'r bo'lar ekan. Kartalar zo'r. Kartalar bizning tomonga ishladi bu safar. Endi bilmaydi, har safar har xil chiqib qolar ekan. Darvozabonimizning hissasi juda ham katta. Penaltini olib berdilar, 1-1 olib berdilar. Hozirgi paytda Atalanta tarkibi o'sha eski tarkib qayta tiklangan. Kayfiyat qanaqa jamoada? Oldingidan juda ham zo'r. Har bir o'yinchimiz yaxshi qaryapti musobaqaga. Doniyor akamiz endi safga qaytib olsalar, yana bitta o'yinchimiz bor, Sardor akamiz. Ularni ham harakat qilib chaqirib olishga, qaytarishga. Shunda 100% zo'r sostav bo'ladi. Sardor Salimov. Salim Sardor akam, hozir Sergelida o'ynatdilar. Oke ko'rib qolsangiz, xudo xolasa kelasiz. Turnirga nima deymiz? Omad tilaymiz. Qiziqarli turnir. Bir xillikdan qochib, kreativ ishlayapsizlar. Rahmat sizlarga ham Atalanta jamoasini chiroyli o'yinlarni, g'alabalarni kutib qolamiz. Bir nechta uchrashuv oldinda kutib turibdi. Shu uchrashuvlarda ham omad tilaymiz jamoaga. Xudo xolasa.